Bugun mana derazalar qo'yilish boshladi. Mana boshqa joylarda qo'ymagan joylar ham bor. Hali endi boshlandi. Sekin-sekin mana shunaqa katta obyekt. Juda ham katta obyekt, 15 etajlik. Hozir sizlarga parkovkani ustida, mana shu yer bo'lsa, yer pastida parkovkasi bor. Bitta so'raysiz, unumli foydalangan joydan o'sha parkovkaga suv o'tmasligi uchun ko'rilgan choralarni hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. O'sha materiallar yopishtiriladi, qoqiladi betonga, mana shu qoqiladi. Sekin jarayon. Videoning davomida o'konlarni ko'rsataman. O'konlari ketgan va tepada yig'iladigan suvlari tomni tepasiga o'xshab bitta o'kon tochkasi bo'ladi. O'sha tochkaga borib yig'iladi va kanalizatsiyaga oqib ketadi. Mana hozir pastdan iloji boricha ko'rsataman. Mana shu o'kon bor. Bunaqasiga o'kon ketgan pastga. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Ikki tarafda joy bor mana. Oshnaqasi ketadi. Bu yoqdan ham shunaqa ketadigan joyi bo'ladi. Endi hozir mana ko'rsataman. Mashaqasiga uklon qilinadi. Bu PVX materialdan. Ishni sizlardan so'radik. Aytishdiki, to'shto bitgandan keyin zakazchik o'zini sinov muddatini aytadi. Shuncha kun sinov qilamiz. Ya'ni shu holiga hali ustidan hech narsa qo'ymasdan turib suvni ushlab turib oladimi, yo'qmi? Shuni tekshirish uchun suv to'ldiriladi. Qanchadir 10 cm, 15 cm miqdorida, keyin balandligida. Keyin o'sha 2-3 kunlab ko'riladi. Xohlasa 10 kun, xohlasa 15 kunlab suv o'tkazadimi, yo'qmi? Pastda parkovkani qaraydi. Agar hammasi yaxshi bo'lsa, keyin ustidan zastavkalar qilib betonni boshlaydi. Jarayon shunaqa ekan.